skuterni originalni istab yurgan akalarimizga sraz video tashlab qo'yadigan joyli kelgan. Nimaga original? Abdusamad og'zingni to'ldirib gapiryapsan degan savollar uchun 20 ga 30 yumshoq balonlarda temir qanotlardan qo'yilgan original amortizator. Amortizator qayerdan bilsa bo'ladi? O'qni gaykasining o'rtasidan o'tgan mana original. Xo'p, pedallarining to'rttasidan qo'yilgan, 4 ta amortizator, 2 ta bu yoqda, 2 ta u yoqda. Motor quvvatlari ham 250 vatt, 48 volt. 20 talik geliy akkumulyatordan 4 ta joylashgan bo'lib, minimum 40, maksimum 70-60 km yo'l yurib beraveradi. Undan tashqari bachoylari ham mana orqalari ochiladi. Bunaqangi holatda bo'ladi. Narxlari ham o'ta chiroyli narxda chiqqan. $350 ga vodiy bo'yicha dastavka, hali Toshkent bo'ylab dastavkasini qilib beraveramiz. Oldi, eng qizig'i orqa jitkisiy tormozli bo'ladi. Tros tormoz umuman ishlatilmagan. Telefon pastavkamiz ham zaryad beradi, ham telefon tushadi original mana. Tablolari ham tezlikdan ko'rsatadi. Juda chiroyli holatda. Kolonkalari ham bor. 3 ta skorostli gaz ruchka, maksimal tezligi 3-skorostda. Da. Skuterimiz narxlari, ma'lumotlari yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Undan tashqari, velosipedlar har xil ma'lumotlilari bor. Narxlar, arzonlari, qimmatroqlari ham bor. Oldin orqa jitkistonimizning eng full pokoleniyasini atigi $350 vodiy bo'yicha dastavkasida xarid qilinglar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, o'zlaringiz hisob qilinglar.